Суңжаң буш ачығыда bir ravaqtı məsubqa bir meyxanda tamığı bir nəzmi izib qoyudu. Bu nəzmə isyankar nəzmisi deb atılırdı. Şu vaqtda mındaq degan çağda bu siyasi cinayetçi özgürdü, ictimai cinayetçiden. Şunun bilan Sunjangning kallasını ağılab mangan çağda Chogay tağdın bir muncha mert atamalarını etişidi. Yerliktin bu çağda yerlikte tak çıkmagan nurgun adam ba. Chogay tağını tuttuğan vaqtda ataman 30'dan aşmaydı. Sunjang takı çıkkandan keyin enkin 108 ataman takıcı kıldı. Yani yerliktin mesela Su ejderhası Changshun, Qarquyun Likui qatarlıq mı yerliktikiler Sunjangning dostları çünkü Sunjangning tutkan yolu nima uchun shifoliq yomg'ir deydi? Xuddi Chogay munani miyadin yo'tkab oyaga apag'anligi uchun munar yo'tkagich shaq degan nomni oldi. Sunjang nima uchun shifoliq yomg'ir degan nomni oldi? Bu asardagi har bir palvonning taxallusi, laqimi deyli bizniki musulcha. Kirib chiqishi va. Chunki Sunjang abay dedim fuarda pul ko'p. Bu Sunjang pul bilan nurg'un jamiyatdagi kishilarga bo'libmi jamiyatning adamlariga demdi hozir qo'shcha po'shoqiydi deymiz. Nurg'un yaxshilikqa, masalan, Vusunga yaxshilik qilgan, taq chiqishning oldida Vusunga uchrashib qolib, Sejim G'ojamninki qo'ro'si uchrashib qolib pul bergan, yombo bergan. Changfiga pul bergan, Qarquyun Likuiga, Changfi dedim, Likuiga. Demak, buningmi o'zining yerlikda nurg'un qo'llag'uvchilari bor. O'g'al vadatçılık va og'illar bor. Mana ikki tarafdan adam kelib Sunjangni jazo maydonidan qutuldirib, Langshanga mangadigan chaqda bular qochidi. Ordu lashkarlar qo'g'lab mangdi. Bular bir ko'l bo'yiga keldi. Bularda ikkili yo'l bor. Biri keyniga yurib ordu lashkarlar bilan jang qilish, biri keymiga chiqib Langshanga ketish. Demak, qisqartib deganda bir yo'l bor. Kechish, Langshanga chiqish. Mana shundaq bir yo'l bor chaqda, ya'ni Chogay Sunjangdan inim men bilan taqi chiqing degan chaqda Chogay İşçidin əsli oy takı çıkmayı nəyə var mən? Yəni bardığa yerim bağımı deydiği adam Sunjang danışman, akıllı okuğu adam. Sunjang nimdep cevap verdi Chogayga.